Assalomu alaykum. Bugun qurbonlik qilgan qo'y so'ygani keldik. Joyi topolmay so'yadigan joyimizni qarang. Вообще, o'rmon. So'ygan joy topolmadik Slovakiyada. Mana qo'y. 100 euroga oldik qo'ydi. 100 euroga arzidimi yo'qmi? Eng qimmatini oldik. Xudo xolasa bugun so'yib qurbonlik qilamiz. Qasob akamiz ham shu yerda. So'yib bo'ldi, yomg'ir yog'yapti qo'yni. Qo'y. Mana qassob akamiz Qirg'izistondan. Avjan aka. 18 kilo chiqdi qo'yimiz. O'rtacha. Biz dam olish vaqtimizda biz turgan joyda yomg'ir yog'di. Bu taraflarga osmon Xudo bu ham Xudoni berishi ekan, faqat bizning ustimizda. Mana bu taraflarda hech nima yo'q. Faqat bizning ustimizda bor. Mashalloh. Bu taraflar ham ochiq. Yeganimizni yeb qolganimizni tarqatish kerak. Sizga xizmat qilib